Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xohlasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatni qabul bo'lishini xohlaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, kun hali botmasdan turib og'zini ochib olgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz duo qilsak-ku, duoni ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taoloda o'zigagina duo qilishligi kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar, deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin, Davud pirim qo'llasin. Bilamiz shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan